uchun tilak qilaman, o'zim uchun tilak qilaman. Mana shu balkim Allohning inoyati, balkim biz hammamiz ichimizda aytib yurishimiz kerak, Xudo bizni yaxshi ko'radi. Chunki biz mana shunday chiroyli tashkilotda va ilg'orlar safidagi tashkilotda va bir-birimizga suyanadigan jamoadagi har bir xodim bilan birgalikda ishlashni nasib qildimi, demak bizni haqiqatdan ham yaratgan, yaxshi ko'rar ekan. Ilohim Allohning muruvvati, Allohning marhamati bizdan darig' bo'lmasin. Har doim bizni suysin va bizni siylasin, o'zini oqibati bilan, mehri bilan va omad va baxtlari bilan. Kattalarimizga uzoq umr bersin. Yoshlarimizga, o'rta yoshlilarga oilasi uchun tinchlik, xotirjamlik, salomatlik, yoshlarimiz uchun juda ham katta, hech kim yeta olmagan baxtlarni bizning jamoamiz yoshlariga bersin. Chunki ular bunga loyiq. Har doim baxt qurshovida va omadlar qo'rg'oni bo'lib, atrofida faqat yaxshi odamlar to'plansin. Har doim eng yomon bayramlarimiz, voy qilolmadigan degan bayramlarimiz xuddi shu bugungidek bo'lsin. Hammangizning oilangizga, farzandlaringizga ham, turmush o'rtoqlaringizga ham tanasihatlik, xotirjamlik, oilaviy baxt har doim hamroh bo'lishini tilagan holda bugungi bayramni ochiq deb e'lon qilaman. Bayram muborak bo'lsin. Chizsaydim hayotning qalami bilan oftobga o'xshagan suratingizni, shogirdning sho'x to'la olami bilan ta'riflay olsaydim qudratingizni.